Mashina pulini olib turib, mana mashina chiqarib yubordim. Bular vastodan qabul qilib oling deyilmaydi hech qachon bizada. Mashina pulini yetib kelgandan keyin beramanmi, yetib kelsa menga yoqmasa-chi deydi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz do'stlar. 5-10 minut ketmay tursanglar, men sizlarga полный obzorni ko'rsatmoqchiman. Mana bu qo'limdagi telefon va qo'limda apparat. Bu ikkalasi bilan biza bunisida videoga olamiz, bunisida lakokrasочный покрытиесini snimat qilib turib, avval men sizlarga mashinani bitta aytib o'tsam. BMW 5 seriya G30i bo'lgani 2 litrli benzinoviy motorda. 2022-yil 9-oy. Biz buni zakazga kelganmiz, bir klientimizga. Mana bu telefonda syomka qilib jo'natamiz. Hozir kimdir savol berishi mumkin, avval motorning yog'ini o'lchash kerak edi deb. To'ppa-to'g'ri. Motorning yog'ini biz mashina zavodit qilmasdan oldin polностью tekshirib ko'rganmiz. O'rinlar juda yaxshi. Sizlarga informatsiya berib o'taman. Bu avtosalon. Inkar plashatkasi. Bu yerda mashina sotuvga chiqishdan oldin polностью химчистка, moyka sotuvga tayyorlanadi. Hamma joyi tekshirilgan. Demak, mashina motori tekshirilgan, yog'lari, o'rinlari ko'rilgan. Biza только kuzovni tekshiramiz hamda salon qismini, texnический состояниесini, korobka, motorlarni yana bir marta tekshirib ko'ramiz. Qani ketdik do'stlar. Like bosishni esdan chiqmasin, jigar. Assalomu alaykum. Ilyos aka, zakazingiz bo'yicha yetib keldik. BMW 5 seriya G30 2 litrli benzinoviy 2022 06-oy. Qani ketdik, kapotdan boshlaymiz. 107 93 104 97 97 107 kapot родной окрасda 118 111 115 97 98 правое переднее крыло родной, правый передний дверь родной 97 98 chiqyapti. 105 102 95 94 правый задний дверь тоже в родном окрасе. Так. 80 89 stoykalari hamma joyi родной. 91 118 крыша тоже в родном окрасе. 101 106 84 крыло задний правый. Hammasi родной. Bagajnik 106 112 100 100 bagajnik 96 родной. Экстра полный привод. Demak, дальше 92 79 89 89 крыло левый задний в родном окрасе. Dверь 102 102 74 81 Vay. Qaranglar, shu momentga kelib zaryadi o'lib qolsa, hozir mana shu joydan boshlab davom ettiramiz. Shuncha paytdan beri ishlab turgan, bugun zaryadi o'lib qoldi. Kapot qismi toza, krilo. Har bitta detalni tshatelno ko'rib, videoga olib chiqamiz. Ko'zimizga ko'ringan hamma tochka, mitkalarni aytamiz. Tak. Balon rezinasi примерно 80-85%. Diskasida ozgina mana shu yerda qirilgan joyi bor. Balon Goodyear. Goodyear balonlarida razmer 19. Kriloda qirilgan, chizilgan joyi yo'q. O'ng tomondagi oldi eshik. Mana bu eshikning chetlarida plyonkalari ham bor. Ruchkani tagida. Parov qismi ham idealniy holatda. Orqa o'ng tomon eshik. Bu ham idealniy holatda. Orqa o'ng tomon eshigida ham ruchkasining tagida plyonkalari bor va ruchkani eshikning chetida plyonkalar yopishtirilgan. Orqa balonimiz 19 razmerda. Bu ham Goodyear, примерно 85-90%. Statik protektori, orqa diski idealniy holatda, bitta chizilgan chizig'i yo'q, nuqtasi ham yo'q. Kalotkalari yangi holi. Примерно 2-3 yoki 5% ishlangan. Orqa krilo ham idealniy holatda, bamperlari ham idealniy holatda. Bagaj elektronniy. Tak, bamper idealniy holatda, orqa krilo hammasi yo'g'i joy-joyida. Orqa diskamiz idealniy holatda. Bironta joyda qirilgan, chizilgan joyi yo'q. Baloni
Tagishi 85-90%. Yangi balon, orqa eshik, orqa krilo, eshiklarning ruchkalari tagida plyonkalari bor, chetlarida plyonkalari bor. Oldi chap tomon eshik ideal holatda. Повторитель поворотниклari ham qirilmagan, chizilmagan, ideal holatda. Oldi chap tomon krilo ham toza. Diskamiz, bu diskada ham chizilgan, qirilgan joyi yo'q, ideal holatda. Bironta joyda udar-pudar yegani yo'q. Demak, do'stlar, mashina tashqi tuzilishi, mashina kraskalari hamma joyi radnoy. Bironta detalda kraskasi yo'q. Endi hozir bolt gaykalarini polностью tekshirib chiqamiz. Radnoymi, radnoy emasligini. Qani ketdik, kapotdan boshlaymiz. Kapotlari yechilmagan, radnoy. Krilolari hammasi o'zini zavodskoy gayka boltlarida, metkalarida, chashkalari yechilmagan, alishmagan. Mana bu усиленный turbachalarning ham hammasi gayka boltlari radnoy. Farlari ham mana ko'rib turibsizlar, alishmagan, o'zini radnoy birkalarida o'zini chiqarilgan yilida qo'yilgan. Krilolarning hamma metkalari, gayka boltlari hammasi joy-joyida. Mana chashkani ham gayka boltlari yechilmagan, bitta ham kulush tegmagan. Bu усиленный turbachalari ham hammasi kulush tegmagan radnoy. Kapot o'zini original kapoti, birkalari bilan turibdi. Dalshi. Eshikni gayka boltlari yechilmagan, hammasi radnoy akrasda. Oldi eshik gayka boltlari hammasi radnoy, yechilmagan, kulush tegmagan. Hamda orqa qismi ham kulush tegmagan, radnoy akrasda. Salon qismiga kiramiz. Mashinani yurg'izdik. Xo'p. Mashinamizda nimalar bor? To'rtta elektropaket, pamять сиденья, Harman Kardon audio sistema, elektronniy bagajnik, Harman Kardon audio sistema, bitta eshikning o'zida ikkita kolonka bor. Так, multirul, lipistki, cruise control, удержание полоса, удержание руля, limitation, подогрев руля, руль автоматический, регулируется, двухзонный климат-контроль, монитор. Bu yerda sport, komfort, eco pro hamma rejimlari bor. Elektronniy ruchnik, avto hold, hamma navaroti bor. Lyuklari bor. Lyuklarni ishlatib ko'ramiz. Mana. Lyuklari ishlaydi. Mana. Marhamat do'stlar. Sidinalari hammasi toza, chizilmagan, qirilmagan, birontasi kupam ishlatilmagan. Ikkita USB ga vxod bor. Zaryadchikka vxod bor. Подогрев обдув sidinalari bor orqada. Podstakannik. Mashinani bitta yurg'izib ko'ramiz do'stlar. Bitta haydab ko'ramiz, keyin yana dalshi davom ettiramiz. Kameralar ishlab turibdi. Juda ham shustri, bodri. Bu yerda ходовойni baribir tekshirib bo'lmaydi, lekin na самом деле mashina juda ham shustri. Mana o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Bu hali hammasi emas do'stlar. Obzorimiz tugamaydi. Men hozir telefonni olib polностью suratga olishim kerak. Bu surat примерно 50 tadan 100 tagacha bo'lishi mumkin. Bu suratga nimalar kiradi? Polностью krugovoy suratlarni olaman. Kapot qismini, salon qismini, balonlarini, taglarini, oldidan, orqadan hamma tomondan kraskalarni, kuzovni, salondagi hamma detallarni, hamma funksiyalarni olib ishlatib ko'raman. Bu proses juda ham uzoq bo'ladi, chunki siz u yerda turib kuzatishingiz salgina zerikarli bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun kimga mashina kerak bo'lsa, kim murojaat qilmoqchi bo'lsa, biz mana shunday qilib obzor qilib, sizlarga WhatsAppga, xohlasalaring Telegramga jo'natib beramiz. 5 ta 6 ta video bo'ladi. Har bitta video 3 minutdan 5 minutgacha bo'ladi. Примерно полностью kuzovini, motorlarni hammasini tekshirib, korobkalargacha tekshirib tashlab beramiz. Undan tashqari 50 tadan 100 tagacha surat bo'ladi. Polностью hamma joyini, farlarni, kuzovni hamma yog'ini suratga olib,
salonlarigacha hammasini suratga olib tashlab beramiz. Polnisda ko'rib, maza qilib, mashina pulini yetib kelgandan keyin beramanmi, yetib kelsa menga yoqmasa-chi dedi. Yo'q do'stlar, mashinani mana shunday obzor qilib beramiz. Bu mashinani siz polnisda obzorini ko'rib turib, ma'qul desangiz keyin olamiz. Chunki bizga mashinani mana mashina aka, mana shu mashina yoqdimi deb shuna ma'noda bitta surat tashlab bermaymiz-da. Mashinani polnisda obzor qilib beramiz. Mashinani polnisda tekshirganimizni ko'rib, maza qilganingizdan keyin oplata qilasiz do'stlar. Obzor mana shuning uchun qilinadi. Mashina pulini olib turib, mana mashinani chiqarib yubordim. Bular vastodan qabul qilib oling deyilmaydi hech qachon bizada. Shuning uchun mehnatimizni qadrlaysizlar degan umidda bizni bitta like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa shunaqa mashinalar kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.